Logo bilim Samarqanddagi bir kunim qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Eng qiziqlari videoni oxirida. Soat 7da singlim bilan birgalikda Samarqand filialimga yo'lga tushdik. Logo bilim bilan bog'liq bo'lgan safarim shunaqa boshlandi. Mana shunaqa atmosferada kutib olishdi administratorlarim va rezidentlarimizdan podaroklar keldi har doimgidek va ustoz shogird kursimni boshlab oldim. Ustoz shogird kursimda o'zimni pedagoglarim va tashqaridan kelgan mutaxassislarni hammasini o'rgataman. Kursimda 19 ta pog'onali, pog'onama-pog'ona ishlash jarayonlarini hammasini, sir asrorlarini shogirdlarimga o'rgatib boraman va albatta konsultatsiyalarni ham ko'rsataman. Oshlarni yeb oldik va logo bilim haqida, mana Samarqand haqida ham sizlar bilib oldinglar. Samarqandimiz shunaqa chiroyli atmosferada joylashgan. Konsultatsiyada juda ham turli xil bolajonlarni ko'rdim. Barcha diagnozdagi bolalarni qabul qilamiz. Dislaliya, dizartriya, ZPR, autizm va hokazo. Va albatta bolajonlarni ko'rib berish jarayonida bizning logo bilim filialini investori, rahbari, mani ukam Javohir Zufarovichga shunaqa podarkalar berdik 14-yanvar kuniga. Madamiy pedagogimizni shogirdlarimizni tabriklab bo'lishgan ekan. 25 ta konsultatsiya qilib bo'lgandan keyin mazza qilib maroqli dam olishga Registonga bordik. Sug'jona, Yangiyo'l filialining rahbari Zilola, Javohir Zufarovich, Samarqand filialining administratori va jiyanlarimiz bilan mazza qilib dam oldik. Kim o'ylabdi deysizlar, Samarqand filialiga 1 yil bo'libdi biz katta qilib ochilganimizga ana shuni mazza qilib nishonladik. 25 ta konsultatsiyadan keyin charchab qolgan Sakina Zafarovna mana shunaqa ko'rinishda zo'rg'a o'tiribdi. Tinim bilmayman, har kuni ishimizga baraka bersin. Shunaqa logopedlar hayoti qiziq bo'lsa kommentariy kutib qolaman.